navbatdagi bemorimiz opamlar qalqonsimon bezini muammosi bilan bizga murojaat qilib keldilar. Sizni ko'proq opajon nima bezovta qilardi? Yurishimda juda qiynaldimda, shu yuragimni bezovta qildi ko'proq. Nafas olishda qiynaldim. Bo'g'ilardingiz. Bo'g'ilardim. Oxirgi paytlarda 2-3 marta shuna nafasim qisib havo yetmay qoldi. Keyin yuragingiz qovliq ketadimi? Qovliq ketadi, qaltiraydi yurakning. Endi o'zimcha kechqurun yotib, xudo ertalab turamanmikin deb yotardim-da. Mana Xudoga shukr. Hayratdan operatsiya qildilar. Operatsiyadan rosa yaxshi chiqdim. Allohga shukr. Mana ko'rmagandek hozir 5 yoshda yashab. Allohga shukr, Allohga shukr. Endi opajon, tan joyingiz sog' bo'lsin, bolalar baxtiga sog' bo'ling. Doim duo qilib yuring. Operatsiya bo'lganingiz necha kun bo'ldi hozir? Dushanba, bugun seshanbami? 4 kun bo'ldi. Operatsiyaga 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Nima qilaysiz? Javob bersa nima qilasiz? Nevarani oldiga borasiz? Oldiga boraman. Saidni bilan ta'minlab. Tug'ilganday bo'lib boraman bolalarimni oldiga. Rahmat. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Alloh shifosini bersin. Sog' bo'lsin. Rahmat.